Tushda qurtlar ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytishicha, tushda qornida ko'plab qurtlar borligini va qornidagi ovqatlarni yeb qo'yayotganini ko'rsa, ayollar bir-birining mollarini yeyishiga dalildir. Tushda badanidan uzun qurtlar tushayotganini, yana badani hamda liboslarida ko'plab qurtlar borligini ko'rsa, ko'pgina mol, oila va hashamat hosil bo'lishini bildiradi. Tushda badanidagi qurtlarni yerga olib tashlayotganini ko'rsa, o'z xotinlarini o'zidan uzoqlashtirishi va ularga qaramaslikka dalildir. Kirmoniy aytadiki, tushda badanining ba'zi joylarini qurt yeb qo'yganini ko'rsa, ahli oilasi uning molidan yeyishlarini bildiradi. Tushda qurtlardan unga ziyon yetayotganini ko'rsa, ayollardan unga ziyon yetishini bildiradi. Tushda burun, quloq, og'iz yoki orqa teshikdan qurtlar chiqqanini ko'rsa, uning miqdoricha moli yoki oila a'zosi ko'payishini bildiradi. Tushda qurtlar badanidan yerga tushayotganlarini va o'lib qolayotganlarini ko'rsa, ahli oilasining halok bo'lishi yoki undan judo bo'lishlarini bildiradi. Tushda uy to'sinlari yoki boshqa narsalardan ko'plab qurtlarning to'kilayotganini ko'rsa, uning miqdoricha moli, xodimlari ko'payishini bildiradi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi qurtlar 3 narsaga dalil bo'ladi: ayollarga, xizmatkorlarga, mol va boylikka. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.